Assalomu alaykum akalar. Bugungi bozorimiz vashshi zo'r bo'ldi. Itlar kam chiqqani bilan chiroyli itlar chiqdi. Akalarimiz bitta vakchani, bitta paddeshkani qildilar. Sizlarga chiroyli videolarni olib, chiroyli semkalarni olib, shu yomg'irda ham chiqdik akalar. Kecha yomg'ir bo'lgani uchun itlarimiz sababi shunchaki kam chiqdi akalar. Bozorimizda ma'lumot o'rnida aytib ketaman, itlar kamayib ketyapti. Sababi Andijon, Namangandan oldin itlar kelardi, hozir kelib qo'yapti. Tashqaridan shahar, Farg'ona viloyatlardan shu bozorga kelishni tavsiya qilamiz. Xaridorlar kelyapti, itlaringizni sotib ketishlaring mumkin. Qanaqa it bo'lsa, shu bozorimizga kelinglar, itlaringizni sotib ketinglar. Keyin ma'lumot o'rnida aytib ketamiz. Ko'pchilik laycha so'rayapti. Akalar, laychani yaxshilari chiqmayapti. Har xil laychalar berib qo'yib, xijolatchilik bo'lib qolmasin deb turib aytmayapmiz akalar. Bizda asosan hozir so'rayotganlar, ovcharka so'rayotganlar, ovcharkani bolalari xudolasha chiqadi akalar. Chiqib qolsa yo'q, o'zimiz videolarga qo'yamiz. Keyin Telegram kanalimizga o'tib olinglar deb ko'p aytyapmiz. Telegram kanalimizga o'tinglar. Avda har xil itlarni qo'yib boryapmiz. Bozorga chiqmagan itlarni ham Telegram kanallarimizda yaxshi qilib sotyapmiz akalar. Yana ma'lumot o'rnida aytib qo'yamiz. Bozorimizda mol bo'ladimi sizlarda, tovuq bo'ladimi, g'oz bo'ladimi, har qanday hayvon zotini olib kelib sotishlaring mumkin akalar. Bizda it bozori, qush bozori, keyin mishiq bozori, har xil hayvonlar sotilyapti bozorimizda. Iloji boricha maksimalni tarqatinglar bu videoni. Qo'ng'iroqchani ezib qo'yinglar, hammadan birinchi bo'lib ko'rishlarini tavsiya etamiz. Keyin videolarimiz kech bo'lyapti, sababi montajlarimiz, o'zimiz ishlarimiz bilan kech qo'yib boryapmiz akalar. Sizlar uchun videoga olyapmiz. Bitta paddeshkani kutaman sizlardan akalar. Instagram sahifalarimizga, Telegram sahifalarimizga obuna bo'linglar. Bundan zo'r kontentni olib boramiz akalar. Sekin-sekin boshqa bozorlarga ham borishga harakat qilyapmiz. Akalarimiz bozorga chiqib oldik. Hozir itlar sekin-sekin chiqadi akalar. Bozorimizda itlar endi mana soatimizga qarasak 7 bo'lyapti itlarimiz. Mana shular xolos. Endi chiqilyapti sekin-sekin. Akalar to'g'ri bozor ertalabda, mol bozori ertalabda ochiq. Bemalol kelaverasizlar. Andijon, Quva, Namanganlarda chaqirib qolamiz. Sekin-sekin videolar boshlaymiz akalar. Like patishni unutmanglar, iltimos. Assalomu alaykum akalar. 5 bola it bozorida birinchi videoni o'tgan safar sotilib ketgan kangallar video qilmoqdik. Mana shuni sheringlar. Yaqinroq olib qo'yasiz aka, mana. Kangalchalarimiz chiqdi, quloq dumlari kesilgan. Mana urg'ochi erkagi bor. Juda baquvvat. Hozir endi 25 kunlik bular. Sutga to'yib, yana ovqatlar yeyapti. Bular 1-2 oydan keyin kallalar yorilib, baquvvat bo'lib ketadi akalar. Aloqaga chiqaverasizlar. Mana sheringlaring. Mana kangalchalar. Bular narxini $100 deyilyapti. Ozmoz kami bor akalar. Mana bitta Baksoruski pitbull bilan Baksoruski deb olasiz. Urg'ochi ekan. Narxini 500 ming so'm deyilyapti. Ozmoz kami bor akalar. Mana bitta gibrid pitbull bilan gibrid so'rashyapti akalarimiz. Bu ham urg'ochi, buni ham 500 ming so'm kami bor deyapti. Mana. Assalomu alaykum akalarimiz. Anchadan beri Pekines so'rayotganlar. Mana Pekinesni dekorativniy zo'llari chiqdi. Mana shu opamiz doim olib chiqadi. Pekines bitta erkak, ikkita urg'ochi ulgurib qolamiz. Narxini 1 million so'm deyapti. 800 ming so'm deyapti. Ozmoz yana kamini qilib berishar ekan. Narxlari vashshi zo'r akalarimiz. Aloqaga chiqaverasizlar. Buni holatlari ma'lumot o'rnida aytib ketamiz. Zvanok hisoblanadi. Katta bo'lmaydi, dekorativniy. Qo'riqchilik qiladiganlarga zo'r qo'riqchi bo'ladi. Ana, umuman katta bo'lmaydi. Qaranglar, kichkinagina. Qo'llaringni olib yursan ham bo'lar. Hovlida, domda katta bo'laveradi akalar. Qo'riqchiligi yaxshi it. Yosh bolalarga o'yinchoq bo'ladi. Misol aqabaqa olib yurgani ham mashina olib bersalar, uyda ichida zo'r qo'riqchilik qilib yuradi. Opa, buni uyda ichiga damashni qilib o'rgatsang bo'ladi. Latokka mishiq sifatida. Mishiqdaqa latokka ham o'rgansa bo'ladi. Ko'pchilik
Opalarimiz kecha kuni telefon qildi, uyda ichida boqadigan kuchuklarni ham chiqaring deydim. Mana opalar sizlarga. Buning shirinchaligini qaranglar. Akalar ovcharkamiz chiqibdi, toza qonli. Akamiz narxini $400 deyapti, narxini ko'targan olsin deyapti. Urg'ochi tozasi, kamandalari bor, ozmoz deyapti. O'zimizga qadrli deyapti. Mana. Sifatlari yaxshi. $400 urg'ochi. Mana shu yerda qozoq alabayimiz bor. Katta qo'riqchilikka so'rashayotgan ekan. Mana narxini 500 ming so'm deyapti, osmos kami bor. Bu ham urg'och akalar, uyga qo'riqchilikka qo'yaman degani puliga yengildan so'rashyapti. Mana. Mana akalar, qulovdimlarni kesib bo'ladi. Dabermanimiz chiqibdi, urg'ochi. Yosh bolalarga tegmasa kerak. Ozmos kamandalari bor ekan. Tuqqan ekan. Akalar, oq tosh chiqibdi mana. Короче, oq qayiqda alabayimiz $150 deyapti. Narxini $150 deyapti. Yosh bolaga umuman tegmas ekan. Holatlari udar. Baba. Alabay chiqibdi akalar, alabayni erkagi yoshini aniq bilishmayapti. Odamga tegmas ekan, qo'riqchilik yaxshi. Narxini $150 deyapti. Akalar, kuzxor chiqdi bozorga, erkak 2,5 oylik kuzxor. Akalar, zalatisti shinshillar bilan folk mishimiz chiqibdi. Zalatisti mana o'g'il bola necha oyli? 5 oyli. Mana unisi 500 ming dedim, necha pul? 500 ming. Bunisi $100 akalar, aloqaga chiqaverasizlar. Assalomu alaykum akalar, bozorimizga mushukchalar chiqibdi, har xili. It bozor ham mushuk bozorga aylanyapti, xudo xolasa. Mana mushukchalar 1 million so'mdan kami bor deyapti, 800 ming so'mdan kami bor deyapti. Bu shirincha mushukchalar qaranglar. Mana mushukchalar. Har xil mushukchalar bor. Mana yana mushukchalar. Mana yana mushuklar akalar, aloqaga chiqaverasizlar, mushuklarimiz ko'p. Mana mushukchalar. Mana mushukchalar akalar. Ana mushukchalar. Onasi varlikda yotibdi. Buni narxini 800 ming deyapsizmi? 800 ming deyapti. Bular narxini 100 ming, 50 mingdan mushukchalarimiz bor. Mana yerda zvano kuchukchalarimiz bor. Narxlari 200 mingdan boshlanib 500 ming so'mga qarab ketadi. Aloqaga chiqaverasizlar. Sekin-sekin bozorda videoga olyapti. Mana chiroyli manejda yotgan Rottweilerchamiz. Bo'yniga tilla sipochkalar qo'yishibdi.